Xo'p, aziz do'stlar, YouTube uchun ancha bo'ldi kontent qilmay qo'yganimga. O'zim ambasador bo'lib ishlayotgan Cargill kompaniyasiga keldim. Omborxonamizda nima bor? Asosan Instagram, Facebook, TikTokka ma'lumotlar qo'yib boraman. Premix haqida. Ko'pincha meni YouTube'da ham ko'p kuzatar ekan odamlar. O'sha uchun bir katta ma'lumot o'rnatyapman. Tak, beta premixlarimiz bor. Premixlarimiz 2-3 xil davlatdan bor. Bizning ozuqalarimiz asosan faqat dabavka hisoblanadi. Bilasizlar, bodybuilderlar, boyagi sportsmenlar protein, gainer ichadi. Xuddi shu narsani biz takomillashtirilgan holatda mahsuldorlikka yo'naltirilgan chorva, qo'y yo bo'lmasam baliq, cho'jalarga qaratilgan ozuqa, maxsus ozuqalar bular. Bularda har doim berayotgan ozuqangizga qo'shib beriladigan ozuqalar. Tanishtirib boraman. Narxi men uchun mavhum, sababi narxlar har kuni o'zgaradi, o'shaning uchun mavhum. Oldindan aytaman, manzilimiz Toshkent shahrida, Sergelida. Nomer qoldiraman, lokatsiya ham tashab beriladi va bu narsa sizga как profilaktika sifatida sizga ham o'rgatiladi. Sizni chorva fermangiz bormi yo balig'ingiz bormi, sizga o'rgatamiz, soprovождение qilamiz. Boyagi mollarning holati, yashashi, cho'jangizni, balig'ingizni har bitta holatini hattoki ozuqasidan laboratoriya qilib sizga chiqarib beramiz. Ya'ni polza или не polza, foydasi bormi, yo'qmi degan. Tak, birinchisi eng qimmat premixlarimizdan bor. Bu premixlarning otasi hisoblanadi. Bu nemetskiy texnologiya. Даже ichkaridagi bu yoqqa yaqinlashtiringda, ichidagi hattoki qadog'i ham sal qimmatroqda. Bilasizlar, mana nima desam ekan, ichamiz-ku sokni ich korobkasini ichi shunaqa bo'ladi. Ya'ni qadog'idan bilsak bo'ladi. Bu eng qimmat premixlarimizdan biri. Mollarni sut yo'nalishi bo'yicha mahsuldorlikni oshirib beradigan. Bu haqida alohida to'xtalganman, Instagramda bor. Kelib ko'rsangiz bo'ladi. Premixlarimiz bor. Yana boshqasi для всех видов сельскохозяйственных животных. Bu premix umumiy hisoblanadi. Ya'ni garantированное отсутствие ветеринарных препаратов. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda garantiya beryapti. Veterinarniy dorilar, ya'ni ishtiroksiz premixlar. Qo'shimcha premixlar bu yerda. Mol qo'yga, atkorimga tiqsangiz bo'ladi. Tak, mana buni aytib o'taman. Buni hozir aytdim. Tak, bunimiz ichki etarlarga asosan ko'pincha hayvonlarimizni ichki ketadi. Bu biotex nima desam ekan, buni kichkina idishchasi ham bor. Probiotikov. Bu probiotik oddiy. Asosan bizlar bilasizlar, bizda ham chaqaloqlarda ichki ketadi. Buni onasiga ham bersangiz bo'ladi, bolasiga ham bersangiz bo'ladi hayvonlarda. Ya'ni ichki ketardi. Ayniqsa diareya kasalligi bor. Qo'zilarda ham uchraydi, yopishib qoladi. Даже cho'jalarda ham uchraydi. Axlati chiqmay qoladi ichki ketar paytida. Mana shu narsani tavsiya qilib qolamiz aziz do'stlar. Nomerlarimiz bor, qo'yamiz. Tak. Bu yerda cho'jalarimiz uchun premixlar bor. Bu haqida hali to'xtalamiz. Lekin cho'jalarimiz uchun ham premixlarimiz bor. Bizni ko'rayotgan asosan tadbirkor fermerlarimiz bo'ladi. Cho'ja, tovuq, mol, qo'y boqadigan fermerning kuni degan kanalimiz o'sha uchun spesial sizlar uchun bag'ishlangan. Tak. Premixlarimiz suxastoy va molochkaga bu yerda. Mana bu yerda ham har bitta premixda o'zining kuch-quvvati bor, qudrati bor. Qanaqasiga? Misol tariqasida aytaman, suxastoyni bor. Suxastoyni deganda suxastoyni 1-2 degan положение bor. Ya'ni bo'g'ozlik davrini boshidan kechirayotgan g'unojim mollar uchun alohida premixlar bor va sut berayotgan mollar uchun alohida premixlar bor. Va toksikos mollarini hozir men sizlarga tushuntiraman. Qani ketamiz bu yoqqa. Tak. Bu yerda omborxonamiz ko'p, yuklarimiz ko'p, ancha kelgan, yaqinda olib kelganmiz. Cargill kompaniyasi haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib o'taman. Cargill kompaniyasining vladelyasi hozirgi kunda dunyo bo'yicha reytingda sarmoyasi eng katta fermer xo'jalik bo'yicha 4-o'rinda turadi. Dunyo bo'yicha eng katta fermer xo'jalik Cargillga qarashli, ya'ni 4-o'rinda turadi. Cargill kompaniyasi aytib o'taman, Cargill deyapman, mana yozuvlar ko'rinyapti, Dilshod? Cargill yozuvlari ko'rinyapti. Cargill kompaniyasi haqida yana bir narsani aytaman. Dasturxoningizdagi O'zbekiston Respublikasining, demak, butun dunyo dasturxoningizdagi 15 ta mahsulotdan bittasi Cargill kompaniyasiga qarashli. Ya'ni ular faqat qo'rimlar chiqarmaydi. Odamlar uchun ozuqalar, shakar, kofe, keyin yana boshqa narsalar ishlab chiqaradi odamlar uchun. O'shaning uchun dunyoni adashmasam 6-7% ni ishlab chiqarishini qo'lga olgan yirik industriya kompaniya. Даже O'zbekistonga ham bu yil neft anaqasi bo'yicha ham, biznesi bo'yicha ham
3 milliard dollarga yaqin sarmoya kirityapti. Bu juda ham katta ko'rsatkich. Bu amerikanskiy kompaniya. Buni boshqaruvchisi ayol kishi ekan. Men shunga besh ketdim. Bitta kampir kattakon fermer xo'jaliklari bor inson ekan. Bu haqida hali bir chiroyli ma'lumot beraman. Bir narsani aytib o'tmoqchiman. Endi Taksikozga keldik. Premixlarimiz ko'rdinglar, ya'ni suxostoyni bor va boyagi maloshni bor. Aziz do'stlar, suxostoynini 20 tug'ishiga 21 kun qolganda beriladigan ketakan, ya'ni ketoz kasalligi ko'p bo'ladi. 99% fermer xo'jaliklarida bor bu kasallik. Bilinmaydigan davri bor va bilinadigan davri bor. Asosan boyagi tug'ib bo'lganidan keyingi holatda beriladigan tug'masidan oldin 21 kun va tug'ilgandan keyin 30 kun beriladigan imенно mana shu добавочный kormimiz bor. Premix desak ham bo'ladi va qo'shimcha ozuqa manbai desak ham bo'ladi. Nimaga? Taksikoz kasalligi bo'lganidan keyin har xil kasalliklar kelib chiqadi. Ya'ni bor energiyasini mol boyagi o'zini farzandiga beradi. Nuqsonsiz tug'ilish uchun. Va o'sha paytda organizm ko'proq vitamin va uglevod minerallarni talab qiladi. O'sha paytda organizm tug'ib bo'lganidan keyin charchiydi, matka восстановление bo'ladi, organizm tiklanishi bor. O'sha bosqichda beriladigan narsa. Bu tez tiklanadi va tezroq mahsuldorlikka kirgizadi. Ketoz kasalligini alomatlarini bilasizlar. Men endi veterinar emasman, ochiqchasiga aytaman. O'zim yuraman fermerlarda. Boyaga ko'z qinidan chiqib ketishi, bukchayib qolishi, ozib ketishi, o'zidan sassiq hid chiqarishi, mana shunaqa bu ochiq holati, bu yashirin holati emas. Yashirin holatini uni ko'proq veterinar biladi. Tavsiya qilib qolaman aziz do'stlar, даже 21 kun oldin, tug'ishdan 21 kun oldin berasiz 100 grammdan, undan keyin 30 grammdan berasiz. Bizda mana shunaqa narsa bor. Sizlarga ochiqchasiga aytaman. Bizda o'zbekchilikda bo'g'oz molda ham farqiga borishmaydi. Ko'plari beraveradi ozuqani. Ya'ni tug'ib bersa bo'ldi. Ba'zi payt matka qiynalib qolish bor, tug'ilishda ko'proq qiynaladi. Keyin taksikoz degan narsaga ko'proq ahamiyat berilmaydi bizda. Ayniqsa sut yo'nalishidagi fermer xo'jaliklarga tavsiya qilaman. Suxostoyni premixlarni обязательно beringlar. Обязательно bu narsa kerak. Sizni xotiningiz, sizni ayolingiz mazasi bo'lmay qolsa, u narsa yegim kelyapti deb bemalol ayta oladi, siz topib kela olasiz. Lekin mol unaqa davom etadi. Mollar ikkita yo'nalishda boqiladi aziz do'stlar. Buni ham aytib qo'ying. Molga molchalik ko'plari past nazarda qaradi, lekin bir narsani aytib o'taman. Chorva mollari siz yeyotgan dasturxoningizni to'ldirib turadi. Sut, qatiq, go'sht. O'shaning uchun chorva mollarga ham yaxshilab qaraydigan bo'lsak, odamlarda boyagi sut bilan go'shtga bo'lgan ehtiyojini qondira olamiz. Uning uchun nima qilsak ekan? Ovqatlanish rejimini, yashash rejimini o'rganishimiz kerak. Keyin yana nima? Bu meni o'zimning shaxsiy takliflarim va tavsiyalarim hisoblanadi. Boyagi har bir narsani reklama qilganingdan keyin uni sababini ham aytib o'tish kerak. Просто tak reklama qilish emas. Bir narsani aytaman. Agar premix oladigan fermer xo'jaliklar bo'ladigan bo'lsa, biz sizga shunchaki premixni mang oling deb pulingizni berib sotish emas maqsadimiz. Maqsadimiz shuki, sizni silosingizni, ozuqangizni o'rganib, sharoitingizni o'rganib, keyin sizga premix sotamiz. Minimum 10 ta moli bordan tortib 1000 ta, 2000 ta moli bor fermer xo'jalikkacha biz ratsion qilib beramiz, aziz do'stlar. Bu ratsion borib qilish yo soprovождение pul turmaydi. Bu narsani xarid qilsangiz, bularning hammasi ichida bo'ladi. Bu degani ko'plar rasxodga ko'p tushib ketaman deydi-da. Qisqasi premixlarning ichida Mercedes degan brend mana shuda aziz do'stlar. Men nima desam ekan? O'zim ko'p katta Pure Milk Samarqanddagi Kargildan oladi. Agroterra Kargildan oladi. Tog' suti Parkensky u ham Kargildan oladi aziz do'stlar. Qisqacha men yetarlicha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Provimi haqida yetarli ma'lumot berdim ham deb o'ylayman. Premixlarimiz soni ko'p. Har xil boyagi ichki tar kasalligiga spesialni kichkina flakonimizda mol chorvalar uchun alohida bo'ladi. Olganingizda men mana shuncha ma'lumotni sizga aytib bera olmayman. To'g'risi, chunki meni yo'nalishim umumiy fermerchilik industriyasi bo'ylab ketadigan bo'lsa, bu veterinariya va ozuqani sohasi hisoblanadi. Men o'sha sohani sizga yaqinlashtirib, yo'naltirib berishim mumkin. Ya'niki umumiy. Chunki tushuncha umumiy menda. Men bilaman, чтобы molda nedostatka bo'ladigan bo'lsa, premix berilish kerak. Lekin premixni qachon vaqt, qaysi vaqt, qanaqa hollarda berilishini men bilmayman. To'g'risini aytaman, lekin berilishini aniq faktiski bilaman. Любой fermada. O'shaning uchun
qo'limdan kelgancha, aqlim yetgancha ma'lumotlar berdim. Aziz do'stlar, video zo'rida yoqadigan bo'lsa bo'lishamiz. Boyagi chorvadorlarga tashab qo'yinglar, like bosib, qo'llab-quvvatlab yurishni ham esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar.